Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Python dasturlash tilidagi ma'lumot turlari bilan tanishib chiqamiz. Python dasturlash tilida quyidagi ma'lumot turlari bor. Bu ma'lumot turlari nima uchun kerakligini bilish uchun kelinglar keyingi rasmga qarab ko'ramiz. Bu rasmda ko'radigan bo'lsak, chiqindilarni ko'rishimiz mumkin va bu chiqindilar hammasi o'ziga mo'ljallangan, ya'ni o'zi uchun mo'ljallangan maxsus konteynerlarga joylanyapti. Bunaqa holatda joylanishidan maqsad chiqindilarda qayta ishlash osonroq bo'ladi. Ya'ni har bittasini o'ziga mos konteynerga joylasak, bularda qayta ishlash osonroq bo'ladi. Xuddi shunday dasturlashda ham biz ma'lumotlar bilan ishlaymiz va bu ma'lumotlarni turlarga ajratib oladigan bo'lsak, ular bilan ishlashimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, endi qanaqa ma'lumot turlari borligini ko'raylik. Python dasturlash tilida raqamlarni o'zi bilan ishlash uchun 3 xil ma'lumot turimiz bor ekan. Shulardan birinchisi int ma'lumot turi. Int ma'lumot turiga butun sonlar tegishli bo'ladi. Ya'ni, masalan, kimdir sizga yoshingiz nechida desa, siz yoshim 20 da deydigan bo'lsangiz, 20 aniq konkret butun son hisoblanadi. Va mana shu butun sonlarimiz int degan tipga tegishli bo'ladi. Ya'ni mana shu turga tegishli bo'ladi. Tip ruschasi, o'zbekchasi tur deb aytiladi. Mabodo o'nlik kasr bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rayotgan bo'lsanglar nuqta bilan ajratilgan, o'nlik kasr bo'lsa, o'nlik kasr float tipiga tegishli bo'ladi. Aytgancha, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu joyda o'nlik kasr nuqta bilan yozilyapti, ya'ni 35, mana bu 3, 35.75 deb yozilyapti. O'nlik kasrda dasturlash tilida yozayotgan paytimizda orasiga mana bu joyga nuqta qo'yib yozishimiz kerak. Lekin biz matematikada ko'rganmiz, ya'ni yozayotgan paytimizda bu yoqda virgul bilan ajratib yozilardik. Dasturlashda endi bunaqangi holatda qilinmaydi. Nuqta bilan ajratib yoziladi. Shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Endi kompleks sonlarimiz bor. Kompleks sonlarimiz kompleks degan tipga tegishli bo'ladi. Bundan tashqari boolean, set, dictionary kabi ma'lumot turlarimiz bor. Bular haqida darslarimiz davomida ko'rib ketamiz. Endi keyingi ko'radigan tipimiz sequence'lar, ya'ni ketma-ketliklar. Ketma-ketliklarimiz quyidagilar bo'lar ekan. Shulardan birinchisi string. Aslida Pythonda string degan ma'lumot turi yo'q. Pythonda str degan ma'lumot turi bor. Lekin u narsa string ham deb aytiladi. Sababi boshqa dasturlash tillarida mana shu str ma'lumot turi string deb ishlatiladi. Endi string tipiga qaysi ma'lumotlar tegishli bo'ladi? Biz ishlatadigan har qanaqa matnli ma'lumotlarimiz mana shu str tipiga tegishli bo'ladi. Bundan tashqari yana list hamda tuple nomli ma'lumot turlarimiz bor ekan, bularni ham darslarimiz davomida ko'rib ketamiz. Endi kelinglar buni kodda qanday yozilishini ko'ramiz. Xo'p, bu joyda 20 deb yozdim. Mana shu yozgan 20 sonim int tipiga tegishli bo'ladi. Ya'ni bu butun son int tipiga tegishli. 35.75 deb yozadigan bo'lsam, bu float tipiga tegishli, chunki orasida mana bu yoqda nuqta bo'lganligi uchun. O'sha aytganimdek virgul qo'ymaymiz. Agar virgul qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bu hozir boshqa ma'lumot turiga aylanib ketib qoladi. Ya'ni bu ma'lumot turi tuple degan ma'lumot turi bor, mana shu ma'lumot turiga o'tib qoladi. Shuning uchun ham o'shanga o'tmasligi uchun biz orasiga nuqta qo'yib yozishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda u float tipida bo'ladi. Endi kelinglar buni biz natijasini chiqarib ko'raylik. Natijasini chiqarmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Natijasini chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsak, print funksiyasidan foydalanamiz. PyCharmda o'rnatgan paytimizda sizlar bilan print funksiyasini ishlatib ko'rgan edik. Ya'ni print deb yozasizda, ana undan keyin buni ichiga qiymat yozasiz. Agar hozir men print funksiyasini yozmasdan shunchaki dasturda run qiladigan bo'lsam, mana bu oyna ishlaydi va bu yoqda hech qanaqa natija chiqarmaydi. Natijani chiqarish uchun biz bu yoqqa print qilib 20 sonini chiqarib bergin deb yozishimiz kerak. Kelinglar farqlansin, 25 sonini chiqarib bergin deb yozaylik. Dasturda run qiladigan bo'lsak, mana 25 sonini chiqarib berdi. Endi sizlar aytishlaringiz mumkin, nimaga bu yoqqa ma'lumotni chiqarish kerak edi? Biz mana shu PyCharm oynasini ikkita qismga ajratib olamiz, ishlashimiz osonroq bo'lishi uchun. Mana bu kod yozadigan qismi dasturchi uchun bo'ladigan, tegishli bo'ladigan qism, mana bu joy bo'ladigan bo'lsa, bu foydalanuvchiga tegishli qism deb tushunib turamiz. Ya'ni biz bu yoqda kod yozamiz va natijasini run qilib turib ko'ra olamiz. Ya'ni natija qanaqangi chiqyapti, qanaqangi holatda chiqyapti, mana shuni ko'ra olamiz. Xo'p, endi kelinglar bironta o'nlik kasr yozib ko'raylik. 35.70 deb yozamiz.
dasturda ishga tushirsak, mana chiqarib berdi. Endi 70 deb yozgan paytimizda bu baribir 0 bo'lganligi uchun 0 ni tashlab yuboryapti-da, 7 deb chiqarib beryapti. Agar undan keyin bironta son bo'lganida, 701 bo'lganida, unda batafsil qilib chiqarib bergan bo'lardi. Xo'p, yaxshi. Bu ma'lumot turlarini ko'rib olibmiz. Endi Pythonda yana qanaqa ma'lumot turi bor? Sizlar bilan shularni bir qanchalarini ko'rdik va bugun ko'radiganlarimiz yana stringni ham ko'rib olamiz. Matnli ma'lumotlarni. Pythonda matnli ma'lumotlarni yozmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bir tirnoqda ichida yozasiz. Hello world. Yoki qo'sh tirnoqda ichida ham yozishingiz mumkin. Ikkala holatda ham bu string tipiga tegishli bo'ladi, ya'ni matnli ma'lumot hisoblanadi. Print qilamizda, mana shu hello world chiqaramiz. Kelib bu yoqda farqlilikda salom dunyo deb yozaylik. Salom dunyoda dasturda ishga tushiradigan bo'lsak, mana bizning matnli ma'lumotimiz chiqarib berdi. Agar siz shuni bir tirnoqda ichida yozmasangiz, unda nima bo'ladi? Bir tirnoqda ichida yozmasangiz, dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, xatolik hisoblanadi, ya'ni sintaksis error beryapti. Ya'ni siz qanaqadir komanda kirityapsizmi deyapti, ya'ni biz noto'g'ri kiritib qo'ydik. Aslida bu yoqda qanaqadir o'zgaruvchilar bo'lishi kerak bo'lib qolardi. Ya'ni siz buni bir tirnoq olmasangiz, demak bu o'zgaruvchi bo'lib qolishi kerak. Lekin biz ularni keyingi darslarimizda ko'ramiz. Shuning uchun ham siz bironta xabar chiqarmoqchimisiz, demak u xabaringiz matnli ma'lumot va matnli ma'lumotlar bir tirnoqda ichida yoki qo'sh tirnoqda ichida bo'lishi kerak bo'ladi. Ikkala holatda bo'ladigan bo'lsa ham to'g'ri hisoblanaveradi. Endi buni qulayligi yana nimada? Agar siz mana shu joyda salom dunyo demaylikda boshqa bironta ismni chiqarmoqchimiz. Kelinglar, mana bunday qilib bir tirnoqda yozaman-da, oktam degan ismni yozmoqchi bo'lsam, mana oktam deb turib bir tirnoqda yopadigan bo'lsam, mana bu holatda endi yana xatolik beryapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yana syntaxis error. Nimaga unaqa bo'lyapti? Python tushunyaptiki, mana bu yoqda dasturchi bir tirnoq ochdi, mana bu yoqda bir tirnoqni yopdi. Undan keyin qanaqadir bitta yozuv ketyapti-da, ana undan keyin yana bir tirnoqni ochyapti, lekin hali bir tirnoq yopilmadi deb tushunyapti. Mana shu yerlarda qayerdadir bir tirnoqni yopishimiz kerak. Va mana bu joydagi yozuv noto'g'ri bo'lganligi uchun ham, ya'ni tushunarsiz bo'lganligi uchun ham nima beryapti? Syntaxis error xatoligini chiqarib beryapti. Ya'ni siz bir tirnoqda ichida bir tirnoq ishlatadigan bo'lsangiz, mana shunaqangi holatda bo'lar ekan, uni yopilib qolyapti deb tushunar ekan. Shu narsani siz ya'ni shuni tuzuq belgisi sifatida, ya'ni o'sha o harfini belgisi sifatida qo'llab ket demoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu yoqqa bitta backslash qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana bunaqangi. Bu ekranlashtirish uchun ishlatiladigan simvol hisoblanadi. Ya'ni ekranlashtirishda vazifasi o'zidan kelgan simvolda mana shu yoqda, ya'ni qo'llab beradi. Qarang qilib ishlatib ko'radigan bo'lsak, oktam deb chiqarib berdi. Lekin siz mana buni yozishga erinadigan bo'lsangiz, eng yaxshisi boshlayotgan paytda qo'sh tirnoq bilan boshlash bo'ladi. Agar qo'sh tirnoq bilan boshlaydigan bo'lsangiz, uning ichida bemalol bir tirnoq ishlatishingiz mumkin. Xuddi shunday, mabodo bir tirnoq bilan boshlagan bo'lsangiz, uning ichida qo'sh tirnoq ham ishlatishingiz mumkin. Masalan, mana buning ichida keling mana shuni yozaveramiz. Oktam deb yozib ko'radigan bo'lsak, buning ichida nima ishlatilyapti? Bir tirnoq qo'sh tirnoq ishlatilyapti. Ya'ni bir tirnoqlarning ichida qo'sh tirnoq ishlatsak bo'lar ekan, xuddi shunday qo'sh tirnoqlarning ichida ham bir tirnoq ishlatsak bo'laverar ekan. Xo'p, bundan tashqari yana chiqarish uchun mana bunaqangi holatda ham yozishingiz mumkin. Ya'ni 3 talik bir tirnoqning ichida salom dunyoda yoki 3 talik qo'sh tirnoqning ichida ham yozishingiz mumkin. Stringni mana shunaqangi holatda yozsak ham bo'laveradi. Endi buni qulayligi, bularning ichida bemalol bir tirnoqni ham, qo'sh tirnoqni ham ishlatib ketishingiz mumkin va buni chiqarib ko'radigan bo'lsangiz, bu ham nima hisoblanaveradi? String hisoblanaveradi. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana salom dunyoni chiqarib beryapti. Hech qanaqa o'zgarishsiz. Lekin odatda bular ko'pincha string yozishda emas, bular hujjatlashda ishlatiladi, ya'ni docstring qilish uchun ishlatiladi. Bu narsani darslarimiz davomida ko'ramiz. Xo'p, bularni ko'rib oldik. Endi oxirgi ko'radiganimiz izohga olish qismi bo'ladi. Mana kodni yozdik. Kodni yozganimizdan keyin men orada haligi print qilganlarimni o'chirib yubordim. Kelinglar, mana bu joyda print qilgan bo'lib hisoblanadi. Belgilab turib, qavsni ochib turib, oldiga print deb yozyapman. Print qilaman. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsam, mana hozir birinchi mana bu print ishlayapti. Keyin mana bu print ishlayapti. Undan keyin mana bu print ishlayapti.
Mana shu joyda menga faqatgina salom dunyoni o'zi kerak, mana bular kerak emas. Lekin bularni o'chira olmasligim kerak. Bu mana bu joyda turib turish kerak. Menga vaqt kelib kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunda nima qilaman? Bularni izohga olib qo'yishim kerak bo'ladi. Izohga olish uchun Pythonda siz, ya'ni Pythonda izoh sifatida qo'llanilishi uchun oldiga reshetka belgisini qo'yasiz. Oldiga reshetka belgisini qo'yadigan bo'lsangiz, bu narsani Python tushunadiki, dasturchi buni o'ziga izoh sifatida yozib ketibdi. Men buni kod sifatida o'qimasligim kerak deb turib, buni o'qimasdan ketadi. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana bitta hello world chiqmadi. Endi agar sizni kodingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bunaqangi holatda uzun bo'ladigan bo'lsa, bularni hammasini oldiga bittadan reshetka yozib chiqish anchagina qiyin ish. Buni osonlashtirish uchun nima qilasiz? Siz izohga olmoqchi bo'lgan joyingizni belgilaysiz. Belgilagandan keyin e'tibor bering, izohga olish uchun Ctrl ni bosib turib, mana bu slash belgisini bosishingiz kerak bo'ladi. Bu shift ning yonida bo'ladi. Bundan tashqari sizda til angliyskida turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Agar ruskida turgan bo'lsa, sverni qo'yadi, ya'ni yig'ib qo'yadi. Hozir buni ham ko'ramiz. Mana shu holatda yozimda Ctrl ni bosib, slash ni bosib izohga olib beradi. Izohdan chiqarish ham xuddi shunday. Izohdan chiqarmoqchi bo'lgan joyingizni belgilaysiz, yana o'shanday Ctrl bilan slash ni bosadigan bo'lsangiz, izohdan chiqarib beradi. Agar til ruskiyda turgan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Agar til ruskiyda turgan bo'lsa, belgilab turib Ctrl slash deb bosaveradigan bo'lsangiz, mana bu holatda sverni qo'yadi. Ko'rgan bo'lsangiz. Shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, yaxshi. Buni ko'rdik. Endi print funksiyasida yana bir narsani ko'rib olaylik. Print funksiyasida siz bitta emas, bir qancha qiymatlarni chiqarishingiz mumkin. Masalan, salom dunyo deb yozdim. Undan keyin yana bironta qiymat yozmoqchi bo'lsam, virgul bilan yozib ketaveraman. Hello world deb. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, salom dunyo alohida matn, hello world alohida matn. Bu alohida matnlar chiqarish uchun orasiga virgul qo'yib chiqaryapman. Dasturda ishga tushirib ko'radigan bo'lsa, mana salom dunyo hello world deb chiqarib berdi. To'g'ri, uni bir qatorda chiqarib beryapti, lekin biz ikkita alohida matn berganmiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.